jarayoni imtihon topshiruvchi nomzod xavfsizlik kamaridan boshlanadi. Agarda boyagi xavfsizlik kamarini taqgandan so'ng, ya'ni komanda o'sha start komandasi berilgandan so'ng, agarda nomzod 30 soniyani ichida joydan avtomashinani qo'zg'atib bermasa, 25 ball jarima beriladi. Agarda 40 soniyani ichida joydan qo'zg'atilmasa, sherda o'zida 100 ball jarima beriladi. Shuning uchun, ya'ni imtihon topshiruvchi nomzod 40 soniyagacha avtomashinani joydan qo'zg'atib berish kerak. 519 tayyormi tez reysga? Tayyor. Qabul. Boshlash. 519 startda tez reys. Qabul. Ya'ni start komandasi berilgandan so'ng o'sha jarayon boshlanadi. Albatta, agarda ya'ni o'sha burilish chirog'ini yoqib bermasa, 5 ball jarima beriladi. Ikkinchi mashqimiz, ya'ni o'sha tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyida to'xtash. Ya'ni 3 soniya to'xtaydi, undan keyin joydan qo'zg'atiladi. Yana mana ekranda ko'ryapsiz, agarda jarima bo'layotgan bo'lsa, o'sha jarima yozib beriladi. Keyingi mashqimiz bu estakadada, ya'ni agarda avtomashina ya'ni 30 santimetrdan ortiq pastga tushib ketsa, ya'ni 20 ball jarima beriladi. Dvigatel uchib qolsa, ya'ni 20 ball jarima beriladi. Agarda 30 soniyani ichida joydan, ya'ni avtomashinani qo'zg'atib bermasa, 25 ball jarima beriladi. Har bitta stop chizig'ida 1 metr atrofida to'xtashi kerak bo'ladi. Agar 1 metrdan ortiq to'xtasa, u ham 5 ball jarima beriladi. U chorrahadan tashqarida. Agar chorrahani o'zida bo'lsa, agarda svetoforning taqiqlovchi ishorasida bo'layotgan bo'lsa, ya'ni dastur tomonidan birdan 100 ball jarima beriladi. Jarima ballari agarda 95 balldan oshib ketsa, ya'ni nomzod imtihon topshirilmadi deb hisoblanadi. 95 ballgacha, ya'ni imtihon topshirilgan deb hisoblanadi. Eng yuqori ball endi nomzod, bizlar mana ko'rib turibmiz, nomzod 30 balldan ham chiqyapti, 50 ball bilan chiqsa bo'ladi. Ayrim boyagi nomzodlar 95 ballga ham, ya'ni sertifikatga ega bo'lyapti. Chunki ya'ni dastur tomonidan 95 ball jarimagacha imtihon topshirildi deb hisoblanadi. Endi avtomashinamizda o'zida mana ko'rib turibsiz, ya'ni butun boyagi hamma joyda kamera bilan jihozlangan. Ya'ni maxsus boyagi monitor bilan jihozlangan, ya'ni o'ziga yarasha dastur o'rnatilgan va o'sha inson omilsiz amaliy mashg'ulotdan ham, ya'ni nomzod imtihon topshiryapti.